Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog' salomat yuribmisizlar. Yine steş kelamiz ham bitti xudo xolasa. Polni bitirdik bu yana. Yine gül joylar, bordyorlar, zayiatlar hammasi qo'yildi xudo xolasa. Yine usta bola endi dam olishga chiqdi 1-2 kun. Naviasini ham qildik buni. Bugungi chislomuz 2025-yil 25-mart. Hozir garaja giramiz, garajlarni o'tiradik yana garaji. Garajni ham bitirdik. Akşam bir yan taraf kıbla tarafına ham navesiylarni qo'ydik. Steshkalarni. Bishiklardan ham paymat qolibdi. Şimdi steshka oldu bana. Kuxniyalarni fundamentini ham qildik. Öde kuxni salinadi. Kimdeki mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Universal ustalar. Faqat steshka emas. Shipr ham qilamiz, pol, patolog, lesnitsa, zabor ishlari bo'lsa ham buyuraverasizlar. Shunday zaborlar ham qilib beramiz yana. Aysa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Yanagi roliklarda görüşguncha deb qolamiz.